Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda tez va oson tayyor bo'ladigan hamyonbop va barakali rakoshka shirinligini tayyorlaymiz. Buning uchun ikkita tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Ikki piyola unimizni elakdan o'tkazib olamiz va 200 gramm margarinni qirg'ichdan o'tkazib, un bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan aralashmamizga 2 dona tuxum sarig'i, 1 piyola qaymoq, 1 choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq razrixlitel qo'shamiz hamda yumshoq xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni selofan paket bilan o'rab, 1 soatga muzlatgichga tindirgani olib qo'yamiz. Bu orada ajratib olgan tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Idishimizni teskari o'girganimizda ham xuddi shunday holatda tursa, demak tuxum oqi tayyor. Bunga 1 piyola shakarni oz-ozdan qo'shib aralashtirib olamiz. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni yong'oqdek keladigan shakldagi mayda bo'laklarga ajratib olamiz. Ajratib olgan bo'laklarimizni xuddi shu ko'rinishda yoyib, tuxumli massamizdan oz-ozdan qo'yamiz. Chetlarini vilka yordamida ishlov berib, xuddi shu ko'rinishda bukib olamiz. Buni oldindan qizdirilgan duxovkamizga 180 gradusga 20 minutda pishirib olamiz. Pechenyelarimiz tayyor, xohishingizga qarab bezab olasiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Fikringizni kommentariyada kutib qolaman.